Salom obunachilar, sizlar bilan yana Dilsiz Sony YouTube kanali. Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan yana Dilsiz Sony YouTube kanali. Yana YouTube'ga qaytdim. O'zi YouTube'da unchalik ko'p obunachim yo'q. Endi bundan buyog'iga harakat qilamiz. Xo'sh, bugungi videoda men o'zimning akkauntimni obzorini qilib beraman sizlarga. Mana reytingi 95.2, bunisi 74, leveli ya'ni stadion full holatda. Mana klanni kirib ko'rsataylik. Yaxshi klan, 10 million qiladi har safar. 200 ming XP yig'ilganmi, unchalik ko'p emas. Xo'sh, darvozabonlardan boshlasak. TV Courtois reaksiyasi 96, Rukava 88, yaxshi kuchaygan. Holland himoyaga turib qolibdi, 500 chiqqan. Judayam ajoyib hujumchi. Sizlar eng yaxshi hujumchilardan biri desam, eng yaxshisi desam bo'ladi. Antonio Rudiger, Real Madrid himoyachisi. Judayam bir rasvo kuchayganda bu tirlari 100 dan, takling 100 dan bo'lgan, tezligi 91, past 96 bo'lib ketgan. Bu yoqda Cadella. Bu futbolchi o'zi menga kerak emas, prosta bo'yi baland bo'lgani uchun bu futbolchini olib qo'ygandim. O'chirib yuborishim ham mumkin. Cristiano Ronaldo juda ham ideal kuchaygan. Bunday Ronaldoni deyarli topolmaysiz. Tepasidan 300, udar 98 bo'lgan. Bunday Ronaldo deyarli yo'qsa kerak. Kevin De Bruyne legenda futbolchilardan biri. Tezlik 100, stiri 94, pas ham 94. Jude Bellingham. Xo'sh, stamina 100, stiri 94, tezligi 91, pas kontrol 98 bo'lgan. Unchalik ham ideal emas bo'ladi. Yaxshi o'ynaydi. Garnacho Zola 400 chiqqan, tezlik 97, stamina 94 bo'lib qolgan. Eldor Shomurodov, o'zbekistonlik futbolchi, full holatda. Hozirda Sigurmontida yo'q. Yaxshi kuchaygan. Alisson Becker reaksiya 91, Rukavitel 94 bo'lib qolgan. Gabriel yaqinda sotib oldim. Endi kuchaytiramiz buni sizlar bilan birgalikda. Muhammad Salah 96lik kartada. Hozirgi reytingi 94. 400, stamina 97, tezlik 94 bo'lib qolgan. Bu yoqda Dani Carvajal, Real Madrid himoyachisi. Stamina bilan tezlanish 100 bo'lgan, tezligi 98, stiri esa 93. Bu yoqda Rodri juda yaxshi yarim himoyachi. Bo'ylari ham 1.90, 300 chiqqan, tezlanish 96, past 90, takling 91. Xo'sh, bu yoqda Isco, Real Madrid afsonalardan biri. Gartbelni zaminaga qo'yib qo'ygan futbolchi. Tezlik 91, tezlanish 100 bo'lgan. Yaxshi kuchaygan desam bo'ladi. Hummingson 300, stiri darajasi 92 bo'lgan. Xo'sh, bu yoqda Usman Dembele qolib ketdi. Tezlik 100, tezlanish 100, pastki texnikalari 100 dan, staminasi pastroq bo'lib qolgan. Xo'sh, bu yoqqa o'tsak, Kylian Mbappe. Bu yoqqa joylashtiramiz. Mbappe yaxshi kuchaymagan. 300, tepasidan tezligi 100 bo'lgan, tezlanish 99 bo'lib qolgan. Bir kam dunyo. Shunisi o'zimga bunchalik yoqmaydi, o'sha Mbappe asosida o'ynatgim kelmaydi. Vinicius Junior 2024-yil. Vinini yig'latgan yilda.
oltin to'pni olishiga biz bir qadam qolganda FIFA bermadi Vinisiusga. Oltin to'pga dorilar reytingda birinchi o'rinda turgandi. Qandaydir uning bir xarakterikasi tufayli oltin to'p bermadi. Buni futbolga nima aloqasi bor, lekin bilmadim. 3 chiqqan, pasi 100 dan, kontrol 98, udori 90 dan bo'lib chiroyli kuchaygan. 6 chiqmagani, yaxshi o'ynaydi Vinicius. Asosiyda o'ynaydi bizda. Xo'sh, bu yoqda Virgil van Dijkni olib olamiz. Qochib ketdimi? Tilsida mana shunday baklar bo'lib turadi. O'tmayapti mana. Telefon taji qotyapti buni. Virgil van Dijk 4 chiqqan, tezlanish 88 dan bo'lib qolgan. Tilsida eng kuchli himoyachi bu. Tan olish kerak, William Saliba kuchaymagan. Menda bitta staminasi chiqqan, takliflar 98 dan bo'lib qolgan. Trent Alexander-Arnold yo'qolsak, bunday 93lik kartada hozirgi reytingi 92, 82, fonsi 92 bo'ladi. Ishda 100, past 93 dan bo'lgan. Yaxshi kuchaygan. Tio Hernandez o'ynagan futbolchilardan bu ham tepasidan 4 chiqqan, hali full holatda emas. Hozirgi reytingi 82 ga tushib ketgan. Keyingisi 2025-yil oltin to'p sohibi Usman Dembele time-outlarda hozir yarim full holatda 97 bo'lib full bo'ladi. 6 chiqsa kerak. Telegramga kirib ketibmiz. Hozir qaytamiz, uzr. Dembele staminasi 87 dan osongina 6 chiqadi bundan. Keyingi futbolchiga o'tsak, Angel Di Maria. Bu ham Real Madridda o'ynagan. Osona Real Madrid o'yinchilari ko'p ekan. Albatta Barselonada olib kuchaytiramiz. Yamanlar bor. Angel Di Maria tezlanish 99 bo'lib qolgan, stamina 93, kontrol 95 qolganlarini ko'rishingiz mumkin. Hozir Di Maria Dilsiger modida yo'q. Paulo Dybala bu ham afsona, bu ham. Tezligi 100 dan bo'lgan, 94 tezlanish, stamina 91 yaxshi. N'Golo Kante Fransiyada o'ynab yuribdi, bu ham yaqin orada faoliyatini tugatadi. Uzoq bilan 1-2 yil. 2 chiqqan, tezlanish 95, taklif 92 bo'lib qolgan. Keyingisi Lukaku'ni ham bu yoqqa olib ko'raveramiz. Lukaku hozirgi darajasi 79, sariq karta vaqti olib qolingan, tepasidan 4 chiqqan. Men bu futbolchini asosiyda o'ynataman, chunki bo'ylari baland bo'lgani uchun. Battle akkauntlarga bo'yi baland futbolchilar kerak. Mana Rafinha Barselona futbolchisi 89, asosda bu futbolchini full qilyapmiz. 6 emas, u menimcha stresa baland reytingga chiqib ketaversa full fitness berib yuboraman. Xo'sh, Kylian Navas yana Real Madrid afsonalardan biri. Dilsiger modida yana Dilsiga qaytdi. Navasni tanimaganlar bo'lsa, olib full qilib qo'ying. Ancha qarib qoldi bu futbolchi. Faoliyatini ham uzoq bilan 1 yilda tugatadi. 1 yil ham emasdir balki. Reytingi 86. Xo'sh, bu yoqda Andy Cole, Trezeguet, Trerson, Shvilar, Valderrama, Vuskovic bo'ldi. Akkaunt obzor tugadi do'stlar. Xo'sh, yozda bilasizlar, juda ham katta yangilanish kelyapti. Champions kartalar, yana Gartbel, Neymar, Eden Hazard shu kabi legend futbolchilar. Olmoslarni yig'inglar, maksimalni. Keyin mana sabitlar kelyapti.
Xo'sh, sariq agentlarni to'plab turishlaring kerak. Sariq agentdan bir 10tacha, 12tacha yig'sanglar, no hech bo'lmaganda bitta chempions karti olishlaringiz mumkin. Mana keyingi klassik playerni ham olib qolishim kerak. 16 kun bor hali. Buni qaranglar. Endi videoni shu joyda tugatsak ham bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Sizlar bilan Dilsiz Sonic YouTube kanali bo'ldi. Videomiz like bo'lgan, like. Sal tilim kelishmay qolyapti. Anchadan beri YouTubega video olmagandim. Uzr so'rayman. Videomiz yoqgan bo'lsa like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Hammaga xayr.